Juda ko'pchilik mendan Ramazon oyida Herbalife Nutrition mahsulotlaridan qanaqa qilib foydalansak bo'ladi degan savolni berishadi. Albatta, hozir men umumiy qilib bu savolga javob berib o'tib ketaman. Eng avvalo, biz kun davomida suv ichmasligimiz sababli biz o'sha ichadigan suvimizni saharlik va iftorlikka ajratib olamiz. Saharlikda imkon qadar vaqtliroq turib, 1,5 litr masalan, agar sizda norma bo'ladigan bo'lsa, undan 3 dan 2 qismini saharlik vaqtida iste'mol qilish kerak. Suv balansini normada ushlash uchun albatta aloe mahsulotini ko'proq qo'shishni tavsiya qilaman. Sababi aloe bizani suv balansimizni normallashtirib beradi. Albatta aloega siz olma sutini qo'shsangiz, bu sizni ichaklaringizni kun davomida samarali ishlashiga yordam beradi. Albatta buni orasida choylarimizni unutmaslik kerak, chunki kun davomida energiya berish uchun ertalab albatta achchiqini qilib choy ichib olish kerak. Ana undan keyin biza eng sevimli mahsulotimiz, kokteyllarimizga ko'paytirib oqsillarni qo'shib olib, quyuqqina qilib ichib olsak, shunda bizani organizmimizga kerakli bo'lgan mikro elementlar, albatta vitamin, minerallar va oqsillar to'liq tushadi va bizani qornimiz och qolmaydi. Iftor vaqtida bo'lsa, biz kun davomida hech nima yemaganligimiz uchun ichaklarimiz ishlash faoliyatini to'xtaydi va shu sababli tezgina ichaklarimizni ishlatib olish kerak. Ya'ni yana xuddi saharlikka o'xshab olma suti bilan aloe issiqini qilib ichib olinadi va undan keyin o'zimizni sevimli bo'lgan kokteylimizga oqsil va eng muhimi qondagi xolesterinni tozalovchi beta-xart mahsulotini qo'shib quyuqqina qilib ichib olamiz. Albatta xohishingizga qarab siz bemalol Herbalife mahsulotlaridan qandaydir taom tayyorlab iste'mol qilsangiz ham bo'ladi.